Assalomu alaykum. Bugun eng muhim mavzulardan biri, ya'ni ta'lim haqida gaplashamiz. Germaniyaning eng mashhur kanslerlaridan biri bo'lgan Otto von Bismarck shunday degandi. Qaysiki davlat ta'limga pul ajratmas ekan, o'sha davlat qamoqxonalar qurishga mahkum degandi. Bu gapning ma'nosini ta'limga e'tibor qaratilmagandan keyin tabiiyki o'sha davlatda o'g'ri va jinoyatchilar ko'payib ketadi. Natijada ular qayerda ushlab turish uchun qamoqxonalar kerak bo'ladi. Bu Otto von Bismarckning gapi edi. Har davr va har qachon ta'lim eng muhim o'rinlardan biri bo'lgan. Hozirgi kunda ham O'zbekistonda shunday. Ko'chalarda yurganimda bitta narsaga ko'zim tushadi. Ya'ni maktabga ketayotgan o'quvchilarni men shunaqa ko'raman yoki shunaqa olib borishyapti ular. Ya'ni maktabga ketayotgan o'quvchilarning sumkasi masalasi. O'g'il bolalardagi qizlar emas, o'g'il bolalar sumkasi kichkina sumkalar. Maktabga ketayotgan 80% deyarli o'g'il bolalarning 80% sumkasi xuddi shunday, ya'ni kichkina sumkalar. Bundan bir 10 yil avval maktabga ikkita, ya'ni orqaga ilinadigan sumkalar tutib borilardi. Hozir nega bunaqa sumka tutyapti? Ularning ichida nima bor va u kitob buning ichiga tabiiyki sig'maydi. Nega ular oddiy daftar olib boryapti? Bunga nega hech kim e'tibor berilmayapti degan savol tug'iladi. Biz e'tiborni o'qituvchidan qidiramiz. O'qituvchi boladan kitob talab qilsa, daftar talab qilsa yoki nimadirlar talab qiladigan bo'lsa, o'qituvchi sal qattiqroq gapiraveradigan bo'lsa, ota-onasi maktabga yugurib keladi. Yig'ilishga yoki bolani qatnaydir tartib-intizom masalasida kelmaydi, lekin o'qituvchi onangni, otangni deb qo'ysa yoki sal shaxsiyatiga tegib qo'yadigan bo'lsa, ota-onalar yugurib keladi va o'qituvchiga kelib siqimlar, ya'ni siquvlarda ushlab turadi ularni. Agar o'qituvchi sal haddidan, ya'ni ma'lum bir miqdorda haddan oshadigan bo'lsa, o'qituvchini shartnomasini bekor qiladi, uni pedagog maqomidan olib qo'yadi. O'zi o'qituvchida bor narsa, ya'ni pedagog bitta shu maqom bor. U ishdan ketgan, tabiiyki hech qayerda ishlay olmaydi. Bu qanchalik to'g'ri? Maktabdagi forma masalasi. Forma masalasini o'qituvchilar talab qilinadi. O'qituvchilar o'zi uchun, o'zi nafsi uchun emas, ulardan kimdir talab qiladi. Bolaga qanaqa gapirish kerak tushunmayman. Hozirgi bolalarim ko'chada qaraydigan bo'lsak, ular ota-onasining gapiga kirmaydi. Yaqin bir video ko'rib qoldim. Bir bola o'zini onasini, maktabda ishlaydigan onasini haqorat qilgan, unga qo'l ko'targan masalada. Shu kunlarga keldikmi? Bolalar ota-onasini hurmat qilmayotgan bir davrda o'qituvchi masalasi. Nega jamiyat ilmsiz bo'lib ketyapti? Aynan ilmsizlikka, botqoqqa ketishga aynan shu narsa sabab bo'lyapti. Ya'ni o'qituvchilarning hurmati bu oxirgi o'ringa tushib qoldi. Ya'ni ota-onalar tomonidan ham va bolalar tomonidan ham. Qo'shtirnoq ichida davlat tomonidan ham. O'qituvchilar tepaga ko'tarilishi mumkin, lekin qog'ozlarda qolib ketayotgandek ko'rinadi menga bu soha. Hozir jamiyatdagi eng orqadagi sohalardan biri bu albatta o'qituvchi. Oddiygina misol, ko'chadagi boladan so'rasangiz, "Sen ertaga kim bo'lasan?" desangiz, "Harbiy" deydi yoki "Shifokor" deydi. O'qituvchi bo'laman degan bolalar juda kam. Ta'limga e'tibor qaratilayotgandek ko'rinyapti, ingliz tili o'qishyapti. Lekin ingliz tili masalasida ingliz tili o'qiyotgan bolalar menimcha ular O'zbekistonda qolishi, bir 50% menimcha O'zbekistonda qolmasa kerak. Ular asosiy maqsadi IELTSdan yuqori ball olish va nufuzli oliy o'quvlarga ketish, ya'ni chet elga. Chet elga ketgandan keyin ular bir kun qaytib kelmaydi. 100% qaytib kelmaydi ular. Ustozni hurmat masalasi orqaga ketgandan keyin tabiiyki bolalarga ilm yuqmayapti degan men shaxsiy fikrim bu. Xalifa Roshlarning to'rtinchisi bo'lgan Ali roziyallohu anhuning gaplari bor. Agar menga bitta inson bitta harf o'rgatsa, men o'sha insonning quliman degandi Ali roziyallohu anhu. Bizga bitta harfdan tashqari ancha narsa o'rgatayotgan ustozlari bizni hurmatini oxirgi darajaga tushirib qo'yamiz. Bundan 10 yil avvalga qaraydigan bo'lsak, maktablarda pichoqbozlik, ommaviy urushlar deyarli yo'q edi. Ya'ni biz o'qib yurgan paytimizda, balki siz o'qib yurgan paytingizda xuddi shunday edi. Nega? Chunki o'qituvchilar o'sha paytda qattiq qo'l edi. O'qituvchilardan bolalar qo'rqardi. Joyi kelganda qo'rqardi. Qo'rqish kerakmi? Bu ikkinchi masala, lekin qo'rqardi o'sha paytda. O'qituvchining hurmati bo'lardi, o'qituvchining faniga nisbatan hurmat bo'lardi. Hozirdachi degan savol bor. Hozirda o'qituvchidan qo'rqilmaydi. Nega? Chunki o'qituvchi "Ey" deb gapirib qo'ysa, urish mumkin emas. Hozir tonini ko'tarib gapirish mumkin emas. Tabiiyki, o'qituvchi boshqa chora qila olmagandan keyin, o'qituvchidan qo'rqilmagandan keyin uni fani dars qilinmaydi. Tabiiyki, o'shandan keyin ta'lim sifati borgan sari orqaga qarab ketyapti. Meni shaxsiy fikrim bu. Sizning fikringiz qanday bilmadim. Ta'lim masalasida yana nima? O'qituvchining masalasi. O'qituvchi masalasi, uni obro'sini menimcha oshirmasak, ya'ni o'qituvchini hurmat qilmasak, o'qituvchining hurmatini ota-onalardan qidirmasak, tabiiyki ta'lim sifati orqaga qarab ketaveradi. Meni fikrim bu ham.
ta'lim sifati orqaga qarab ketgandan keyin bolalar uni o'qimaydi, o'qimagandan keyin millat yana tanazzulga qarab ketadi. Chunki bu ummati Muhammad qachon orqaga qarab ketdi? Qo'ldan kitobini tashadi va natijada ummati Muhammad orqaga qarab keta boshlagan edi. Bu o'sha 14-15-asrdan keyingi, ya'ni 17-18-asrlardan boshlangandi bu ayniqsa, ya'ni qo'ldan kitob ketgandan keyin. Ota-onalardan iltimos qilardim, farzandingizning gapini eshitishdan avval o'qituvchi bilan bir so'rang. Ya'ni ikkita tarafni eshiting, o'qituvchini, farzandingizni. Eshitingda va oxirgi xulosani o'zingiz chiqaring. Ikkala tarafni eshitmasdan turib xulosa chiqarmangizdan iltimos. Chunki farzand tabiiyki o'zini oldin olib gapiradi. O'qituvchi o'zini nafsi uchun farzandingizni urishmayapti. Undan nimadir talab qilyapti. Chunki o'qituvchidan talab qilinadi. Ertaga komissiya keladi. Komissiya kiradi, darslar tekshiradi. O'qituvchidan dars o'tilganligini bilish uchun bizda shunaqa boriladi va bolaning daftari ochiladi. U tabiiyki unda sana yo'q, unda mavzu yo'q va o'qituvchi gap eshitadi. Kerak bo'lsa uni maoshi, ya'ni ish haqi olib qo'yiladi. U oilasi bor, uni qiyinchilikda yashayotgan hozirgi bir davrda nima bo'ladi? U oyligini yo'qotishni xohlamaydi, o'quvchidan talab qiladi. O'quvchi tabiiyki uni yaxshi gapiga ko'nmagandan keyin u haqorat qilish mumkin. Balkida bir ikki shapaloq urib qo'yish mumkin. Uni eshiting. Birinchi xolisona keyin vaziyatni o'rganib chiqib, xolisona fikr bildiring. Bu sizdan iltimos qilib qolardim bu masalada. Lol kitobida bitta zo'r narsa o'qib qoldim. Lol kitobida bir inson ertalabgacha uxlamaydi. Sabab u bir xonada bo'ladi. Xonada bir tarafida kitoblar, oyoq uzatuvchisi, ikkinchi tarafida Qur'oni Karim, uchinchi tarafida qibla va to'rtinchi tarafida ustoz yotgan bo'ladi. Va to'rtta tarafga qarab oyoq uzata olmaydi. Qibla muqaddas, Qur'oni Karimga qarab oyoq uzata olmaydi. Kitoblar u muqaddas. Tabiiyki ustozga ham oyog'ini uzata olmaydi. Hanafiylik mazhabining asoschisi bo'lgan Abu Hanifa Imom Azam, men ustozimni uyiga qarab oyoq uzatmadim. Ustozi Hammod bo'ladi. Vaholanki ustozi mendan 40 ta mahalla narida yashardi deydi. Ustozi hurmati va Abu Hanifani Abu Hanifa bo'lishiga, ya'ni sababchi bo'lgan narsa aynan shu deb o'ylayman. Ustozlarni hurmat qilaylik. Ustozlarni, ya'ni kamsitishdan oldin, ularni yerga urishdan oldin bir eshitib ko'raylik, masala qanday. To'g'ri, hamma ustozlarni hurmat qilish kerak demayman. To'g'ri, u nimadir o'rgatayotdi, hurmati bo'lsin. Lekin hammasi oppoqam demoqchi emasman bu gaplarni. Masalan, har doim o'rganib chiqib, xolisona fikr bildiraylik. Videoga like bosing, o'z fikrlaringizni izohlar qismida yozing va videoni yaqinlaringizga ham ulashib qo'ying. Bu haqida sizning fikrlaringizni albatta kommentariyada yozib qo'ying. Oldindan rahmat.